O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Mazkur yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan. Yangi tahrirdagi konstitutsiya inson sha'ni, qadr-qimmati va huquqlarining mustahkam kafolati. Mazkur yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan. Konstitutsiya 6 bo'lim, 28 bob, 155 moddadan iborat. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlatchilik, ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va sud-huquq sohalarini bundan keyin ham barqaror rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratdi. Mamlakatimizda 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan referendumda ishtirok etgan fuqarolarning 91% yangi tahrirdagi konstitutsiyamizni yoqlab ovoz bergani ham bu fikrlarni yaqqol tasdiqlaydi. Shu bilan bir qatorda bosh qomusimizda xalqimizning yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha orzu-umidlari va intilishlari o'z aksini topganini ifoda etadi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 1-moddasida davlat qurilishining yangi strategik maqsadi suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat qurish ekanligi qat'iy belgilandi. Ijtimoiy adolat va birdamlik prinsiplari joriy etildi. Ayniqsa, inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarni himoya qilishning mutlaqo yangi mexanizmlarini nazarda tutuvchi konstitutsiyaviy asoslar mustahkamlangani e'tiborga sazovor. Eng asosiysi, yangi tahrirdagi konstitutsiyamizning birinchidan, mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga egaligi. Ikkinchidan, to'g'ridan-to'g'ri amal qilishi. Uchinchidan, yagona huquqiy makonning asosini tashkil etishga taalluqli konstitutsiyaviy normalar mustahkamlab qo'yildi. Eski tahrirdagi matnda konstitutsiya normalarini to'g'ridan-to'g'ri qo'llashga doir ushbu mexanizmlar mavjud emasdi. Bosh qomusimizning konstitutsiya va qonunning ustunligi bobidagi 15-16 moddalarning yangi va eski matnidagi normalari o'zaro qiyoslansa, bu fikrlarimiz qanchalik haqqoniy ekani o'z tasdig'ini topadi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 15-moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so'zsiz tan olinadi. Bugun konstitutsiyamizning yangi normalarida asosiy e'tibor inson, jamiyat va davlatning barqaror rivojlanishini ta'minlashga qaratilganligini ishonch bilan ta'kidlash mumkin. Yangi tahrirdagi asosiy qonunning qabul qilinishi bilan bu borada yanada mustahkam konstitutsiyaviy huquqiy asos yaratildi. Binobarin, yangi O'zbekiston o'zining ushbu sohalardagi xalqaro majburiyatlariga qat'iy sodiqligini yana bir bor namoyon etdi.